Natural trenirovka qiladigan odam bilan natural odam juda ham farqi katta. Bunga misol Abdulla Jabborov va Valenkin. Bu ikkalovi hozirgi kunda natural trenirovka qiladi. Bittasi Valenkin natural trenirovka qiladi, bittasi Abdulla Jabborov. Bu natural odam va natural turmush tarzini yashab o'tkazyapti. Endi bularning ikkalovini farqi nimada desanglar, Valenkin qachonlardir 8 yil, 10 yillab steroidlar urib, natural terminini o'zgartirib yorib, ya'ni genetikalarni o'zgartirib yorib, hozirgi kunda natural trenirovka qilyapti. Ya'ni juda ham katta muskul massasi natural emas, мышечный pamyat degan narsa bor, keyin genetika o'zgarishi bor. Genetikani prям hammasini o'zgartirib tashlamaydi, muskul massasini o'zgartiradi. Gormon ro'sti, steroidlar o'zgartirib tashlaydi. Abdulla Jabborov bo'lsa hayotida steroid ishlatmagan, hozirgi kunda faqatgina o'sha to'g'ri ovqatlanish, keyin to'g'ri trenirovka qilish bilan hayotini o'tkazyapti. Yetarli darajada o'zini urviniga erishgan. Abdulla Jabborov ham, Valenkin ham. Men bu ikkita sportchiga nisbatan hech qanaqa adovatim yoki qanaqadir ko'rolmaslik hislatim yo'q. Ikkalovini ham juda qattiq hurmat qilaman. Ikkalovini blogini juda ham ko'p kuzataman. O'zimga kerakli bo'lgan narsalarni olaman. Endi ikkalovini farqlasak, bittasi steroid urib, o'zini darajasiga yetib, yetarli urinlarga erishgandan keyin naturalga qaytdi. Ikkinchisi faqatgina naturalda trenirovka qilyapti. Farqini shundan tushunsanglar bo'ladi. Bitta badan steroid ko'rgan, endi naturalda o'tiribdi. Bitta badan umri davomida natural trenirovka qilgan, umri davomida natural yutuqlarga erishyapti. Ikkalovini farqi shunda. Videolarim qiziq va manfaatli bo'layotgan bo'lsa, mani videolarimdan ximik bilan natural farq qilayotgan bo'lsa, podpiskani bosib qo'yinglar. Bundan ham zo'r bomba videolar, xudo xolisa, sizlarga chiqarishga harakat qilaman. Obuna bo'lib, o'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib qolinglar. Bosamiz.